Tovuq tabiiy ravishda qurt, chumoli kabi hasharotlarni yeyishi odatiy holat. Agar men tovuqqa sichqon jasadini yoki so'yilgan tovuqning ichak-chavog'ini bersam, bunday tovuqning go'shti halol bo'ladimi? Nopok narsalar bilan boqilgan hayvon va parrandalarning hukmi qanday bo'ladi? Alhamdulillah va salatu vassalamu ala sayyidina rasulillah. Menimcha sichqon o'ligini demoqchi shekilli. Demak, haqiqatda tovuq ham yoki boshqa ko'p hayvonlar ham mana shunday bir-birini insonlar uchun halol bo'lmagan narsalarni yeyishligi mumkin. Ba'zi o'rinlarda qushlar, parrandalar yoki baliqlar ham hattoki shunaqa narsalar bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam mana shu uy hayvonlarini ham hayvon o'sha o'zlariga munosib tarzda lekin dinimizda najosat deb atalgan najosat deb hisoblanadigan narsalardan boqilishi mumkin. Ana shunday doimo najosat bilan boqilgan hayvonlarni hadislarda jallala deb atalgan. Ya'ni najosatxo'r desak ham bo'ladi bu narsani. Ana shunday hayvonlarni nafaqat go'shtini yeyishlar, hozir bular go'shtini yeyishlikni so'rabdilar. Hattoki nahan Nabiy sallallohu alayhi vasallam an rukubil jallala deb keladi va an shurbi albaniha deb keladi hattoki. Ya'ni mana shunday najosatxo'r tuyani minishlikdan ham va uni sutlarini ichishlikdan ham qaytarilar deyiladi haqiqatda. Shunaqa narsa bor gap. Lekin u jalloladi mana shunaqa uni go'shtini yeyishlik, sutini ichishlik va uni minishlik kabi foydalanish turlarini taqiqlaydigan holat qaysi degan savolga javob. Ulamolar ikkita shart qo'yishgan bu yerda. Birinchisi uni aksar ovqati, ya'ni hattoki ayrim ulamolar to'liq ovqati degan. To'liq u najosat yeyish kerak. Hozir bizni savol bergan muxlislar, kuzatuvchilarimiz aytayaptiki, ya'ni men bitta berib qo'ydim dedi. Sichqonni, o'lib yotgan sichqonni tashlab qo'ydim, yeb qo'ydi dedilar. Uni to'liq ovqati najosat bo'lishligi kerak. Va ikkinchisi o'sha najosat sababidan uni go'shtlari, nimalar hidlanib, nima deydi, badbo'y hidga chiqaradigan bo'lishi, hattoki terisidan ham shunaqa hid chiqib turishi kerak bo'ladi. Terisidan terlasa mabodo endi ob-havoga qaradi, uni terlamasligi. Terlasa shunaqa badbo'y hid chiqib turishi kerak. Ana shunda u taqiqlanadi. Lekin bunaqa aralash unda ya'ni gohida yeb qo'yishlik bilan u jallola hukmiga o'tib qolmaydi. Aytilgandek uni hidi keladigan yoki boshqa narsa bo'ladigan bo'lsa, o'sha najosatxo'r bo'ladida undan voz kechadi. Lekin yana o'z-o'zidan nima narsaki, bu hayvon endi xo'p mayli jallola bo'ldi ham deylik, ya'ni o'sha najosatxo'r bo'lib, o'sha go'shtlari hidlandi, sutlari hidlandi deylik yoki tovuq bo'lsa tuxumlari nima bo'ldi deylik. Endi buni butunlay voz kechib tashlab yuboriladimi, nima qilinadimi degan savol yoki qachondir u halol bo'ladimi? Shunaqaga ayrim ulamolarimiz nima qilishgan, uni qanaqadir muhlatda toza pokiza narsalardan boqishlikni taklif qilishgan, lekin Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh uni go'shtlaridan hid ketgungacha boqiladi degan, ya'ni muddat bermasdan toza, ya'ni pokiza yem hashagmida yoki o'sha o'zini ozuqasida, xullas shu ozuqasi bilan nima qilinadi, boqiladi deyilgan. Lekin mutaaxir ulamolarimizda shunday nimalar bor, ko'rsatmalar bor. O'sha xosatan Ibn Abidinning hoshiyalarida keladi. Ya'ni tovuq va shuni jussasiga teng bo'lgan parranda hayvonlarda 3 kun ularni saqlab, qantarib, alohida qilib toza pokiza yem bilan boqishlik kerak bo'ladi. Qo'y jussasiga teng bo'lgan hayvonlarni esa 4 kun deydilar. Va qoramol va tuyaga o'xshagan katta jasadli hayvonlarni esa 10 kun toza pokiza hayvon ozuqa bilan boqishlik bilan nimasi ketadi deyiladi. Endi Imom Abu Hanifani, Imom Azam rahmatullohi alayhi gaplariga ko'ra, undan oldinroq ketib qolsa ham masalan bo'laveradi aslida. Lekin o'sha bir nimaga ta'abbudiy tarzda mana shunday qilaman desa, yana yaxshi bo'ladi. Demak, shu nimasi ketgandan keyin, najosat hidi ketgandan keyin bemalol undan xohlagan o'sha manfaatlanish yo'llarida foydalanishligi mumkin bo'ladi. Ya'ni minishmidi, sutini ichishmi yoki so'yib go'shtini tanovul qilishmi, hammasidan
bemalol foydalanish mumkin bo'ladi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, hayvonni o'sha bir marta, ikki marta najosatni yeganini ko'rishligimiz bilan, shunga guvoh bo'lib qolishimiz bilan uni go'shtini darhol nima bo'ldi, harom bo'ldi yoki boshqa narsa bo'ldi, biz nima qilib yubormasligimiz kerak ekan. U go'sht halol, sut halol hayvonlar osonlikcha bo'lmasa, hattoki bo'lib shunga aylanib qolgan taqdirda ham uni haligi aytilgan yo'l bilan poklab, uni yana nimaga qaytarishlik mumkin bo'lar ekan. Allohu taolo alam.